Bir kuni ikki yaqin do'st tijoratga safarga chiqishar ekan. Shunda yetib borgach, endi uy qarashtirishimiz kerak deb uy qidirishar ekan. Bitta baland binodan uy chiqadi ekan. 60-etajdan. Uyda egasi bilan gaplashishadi ekan. Hamma taraflari qulay keladi ekan. Keyin uyda egasi aytadi ekan. Faqat bitta tarafi bor, lift kechasi 12 gacha ishlaydi. 12 dan keyin ishlamaydi. Ular aytadi ekan, bizga bu tarafi ham qulay. Chunki biz 12 gacha ishimizni tugatamiz. Ertasi kuni ishini boshlashadi ekan. Ishdan juda ham charchab, soatga qarasa 12 dan o'tib ketib qoladi ekan. Shunda shoshilgan holida qaytib borishsa, lift ishlamayotgan bo'ladi ekan. Keyin kelishishadi ekan. Nima qilamiz endi? Lestnitsiyadan chiqamizmi? 60 ta etaj. Mayli, bir gap bo'lar. 20 ta etajini hazil-huzul qilib o'tkazib Shunda bilinmaydi. 40-etajgacha bir uzunroq hikoyani aytib beraman. Chalg'ib chiqib ketamiz. Qolgan 20 ta etajini gaplashib chiqib ketamiz deydi ekan. 20 ta etaji bilinmasdan hazil-huzul bilan o'tib ketadi ekan. Qolgan 20 ta 40-etajgacha uzunroq hikoyani o'xshadi ekan. Keyin charchab 60-etajgacha yetib borishadi ekan gaplashib. Zo'rg'a yetib borishganda, mana yetib keldi oxiri deb cho'ntagini qarasa, kalit pastda qolib ketadi ekan. Ikkalasi ham bir-biriga qarab qatib qolishadi ekan. 60 ta etaj zo'rg'a chiqishgan. Qarasa kalit yo'q. Bitta kalit to'sib turibdi kirib ketish uchun. Bu hikoyadan olinadigan hissa, birodarlar, biz o'rtacha 60 yil, 70 yil yashaymiz. Birinchi 20 yoshimizgacha o'yin kulgi bilan o'tkazib Keyin 40 yoshgacha har xil ish, uy qurish, biznes, shunga o'xshagan narsalar. Va 60 ga kiramiz. Robbimizga yo'liqadigan kunimiz keladi. Shunda qaysi kalit bilan ketamiz? Oldimizda kalitimiz bo'ladimi?